Dede kuzuyu aldım. Ya mana desa O'ltay. Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bobta, uyga kir, jim o'tirgan olma, men ishga ketolman. Dede siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Ya, muka, sen uyda o'tir, olma. Boray. Yo'q, ha. Boray. O'tirma, ya. Sekin, sekin O'ltay, sekin. Ya dede to'g'rimizdan mashina kelyaptimi? Voy, stressga kirishdim, to'xta. Dede shuncha yosh bolaga boshida berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib oldingmi, masa aql ishini qilib. Seversin onani, seversin Dede emas, sonsalar, uchburchak emas. Bunday dumalab. Sen kuymatding. Somsada meshigar nima qilyapti? Dede, mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? Ha, o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shaharga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadingiz unaqa emas. Voy, bolam tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi.